Hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men gamerlar tahlili va bugungi top 4 o'yin haqida gaplashamiz. Balki birinchi o'rin PUBG Mobile emasdir. Albatta videoga like va obuna bo'lishni unutmang. Unda qani ketu. Mobile Legends 2016-yil yaratilgan va uni Monson degan odam yaratgan. Asosiy solingan joy Xitoy Shanxay deyiladi va MOBA Multiplayer Online Battle Arena ya'ni jang arenasi platformada asosan Android va iOS mobile qurilmalari uchun. Qo'shimcha Monton dastlab kichkina studiya bo'lgan, lekin Mobile Legends o'yin juda mashhur bo'lib, 2021-yilning ByteDance TikTok ham kompaniya tomonidan sotib olindi. Agar istasangiz boshqa ma'lumotlarni ham sizga aytishim mumkin, lekin cho'zilib ketmaydimi deb o'ylayman. Yana u 2016-yil, 14-yil va 11-yilni atroflarida yaratilgan. 3-o'rin esa Roblox. U juda ham mashhur o'yin. Kutmagandingiz-a? Roblox juda ham mashhur o'yin. Robloxning nomi Roblox. Ishlab chiqaruvchilari AQSh. Roblox 2006-yil 1-sentyabr kuni maktabga boradigan kunimiz chiqdi. Android, Windows, Mac, Xbox va One telefonlar uchun chiqarilgan. U o'smir bolalar uchun, ya'ni 7 yoshdan baland yosh kattalar uchun yasalgan va boshida sizga oddiy skin beriladi va eng dahshatlisi u yerda 10 ming, yo'q 100 mingdan ko'p o'yin bor. Roblox studiyasi o'yin yaratish dasturi uchta dunyo yaratadi. Va men yaxshi ko'radigan ikkinchi o'rin Minecraft. Lekin birinchi o'rin bo'lsa ham yaxshi bo'lardi-yu. Minecraft bu juda ham zo'r. Bu 2009-yil yaratilgan o'yin va uni Park Notch yaratgan va uni 2011-yil Mojangga sotib yuborgan. Chunki o'zi ham men buni eplolmayman, bir o'zim shuncha ishlarni qilyapman, endi buni sotaman deganda o'zi shunaqa degandilar. Bu shuning uchun sotgandilar. Mojang uni $2.5 olgan. Keyin esa uni o'zlari rivojlantirgan. Hozir Minecraftning eng so'nggi versiyasi 1.22 va Minecraftda 2 xil versiyasi bor. Mojang va Java kompyuter uchun bo'lsa, Bedrock telefon uchun. Birinchi o'rin PUBG Mobile. Unga kommentariyada ma'lumot yozing va eng ko'p ma'lumot yozgan odamni kanalini keyingi videoimda reklama qilib beraman.